bir necha kundan beri ayam bilan dadamning nasihatlaridan biri bir-biriga chambarchas bog'liqligini solishtirib qoldimda. Ayam har doim aytardi. Bolaga tilini tiyishda o'rgat. Gapirishda o'zi o'rganib oladi degan ulamolarimiz derdi menga. Aya, siz vechno og'zimga urasiz, gapirishga qo'ymaysiz derdim. Sen tilingni tiyishda o'rgan. Vaqti kelib gapirishda o'rganasan. Qayerda tilingni tiyishda o'rgan bolam derdi. Dadam bo'lsa har doim qizim, bugungi jahlingni ertaga qoldir. Shunaqangi jahlim chiqaradi. Qanday qilib men buni ertaga qoldirishim mumkin? Ertaga sovib qolaman. Hozir o'sha ushlagan joyimni tutishim kerak, uzishim kerak derim. Dadam, ulgurasan uzishga. Faqat ertaga. Dada, siz uchun hamma narsa ertaga. Yo'q, hozir jahlim chiqib turgan vaqtda uzil kesil hal qilishim kerak. Dadam, sabr qil qani, ertaga. Ertaga aytadigan gaplarim esimdan chiqib qoladi derim. Yangi gaplar balki esingga tushib qolar. Ertani kutchi. Endi tushunyapman. Haqiqatan ham tilimizni tiyish uchun qattiq, juda mustahkam tarbiya kerak ekan. Bugungi jahlimizni ertaga qoldirish uchun juda muhim ekan. Hamma narsani bugun qilsa ham o'sha jahlingga qolganda ertaga qoldirish shart. Men bunga xulosaga qo'shilaman. Sizchi?